bir korxonaga boshliq bo'lib bo'lsam-da, shunday ishchilarimni saralab ishlatar edim. Baribir odamzod ichida negativchilar bo'ladi-yu. Ishxonada ham negativchilar bo'ladi-da. O'sha negativchilarni borib ishdan bo'shatar edim-da. Atrofimga faqat xo'p bo'ladi deydiganlarni ishga olar edim. Oyliklarini har 15 kunda berardim-da. Qachon bo'laman ekan birorta korxonaga? Xo'jayin. Shu o'ylayveraman-da kechasi kunduz. Korxonaga xo'jayin bo'laman deb. Xudo xolasa bo'laman. Chunki sekin-sekin ko'tarilyapman. Hali negativchilar kelasan ishxonamning oldiga. Ish so'rab. O'shanda senlar bilan bitta gaplashaman. Qadamingni o'ylab bos. Kuchayyapman ona.